Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan Scratch darsini o'rganamiz. Bu sizlar bilan birinchi loyihamiz bo'ladi. Xo'sh, endi hozir inglizga o'zgartirib olamiz. She'dan tillarni o'zgartirasizlar, endi nomini o'zgartirib olamiz birinchi loyihamiz deb. Endi kod yozamiz. Endi bizning birinchi kodimiz bo'ladi. Shu biz sizlar bilan hamma birinchi kod shunday bo'ladi. Xo'sh, bayroqchali rangli qachonki boshlaganda say hello so'zi chiqish kerak. Say so'z chiqmaydi, hello o'zgartirib olamiz. Assalomu alaykum deb. Hozir agar qachonki biz bayroq bosganimizda shunda mo'shiq bizga salom deb narsa qilish kerak. Hozir to'g'rilaymiz xatoyimizni. Mana bayroqchani bosamiz va bizga assalomu alaykum dedi. Obuna qo'ying. Endi zafar shulardan birini o'tamiz. Sizlar kommentariyaga yozib yuboring, qaysi biridan bo'lishingizni iltimos. Keyingi dars shulardan iborat bo'ladi. Xayr.